Katta oilalar uchun bir list barakali chiqadigan, ishlari berch bo'lib qolmaydigan воздушный pirog o'rgataman. Qo'rqmasdan pishiravringlar. Retseptim 100% ishonchli. 4 ta tuxumga 2 piyola shakar solib, eriguncha venchikda yo mikserda ko'pirtirib olasiz. Ketidan 2 piyola qatiq, 1,5 piyola yog', oddiygina uydagi sevinchli yog'dan. Ketidan choy qoshiqda chayniy soda solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lgach, 4 piyola un solasiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, masalliqlarni tarozida o'lchash shart emas. Bittagina katta piyolangiz bo'lsa bo'ldi. Albatta unni elab soling. Quyuqligi mana shunaqa bo'ladi va listimizga quyib olib, tekislab chiqamiz. Ustini chiroyli bezatish uchun 1 piyolasini olib qoldim va yarim qoshiq kakao solib, aralashtirib, ustini chiroyli qilib bezab chiqdim. Bunaqa qilish shart emas, o'zingizni xohishingiz. Men yeganda ham, stolga tortganda ham chiroyli bo'lsin deb shunaqa qilib bezatdim. 180 gradus qizigan duxovkada 40 daqiqa atrofida pishirib olasiz. Elektr pechlarda bundan pastroq gradusda pishirasiz. Obuna bo'lishni unutmang.